Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent. Chunki yo'llar bekig'ida ob-havodan. Akalar, yaxshi kelib oldingizmi? Ya atak yaxshi kelib oldingizmi aka? Zo'rmi? Bo'ladi, chidasa. 4 kunda keldik deyapsiz. Yo'l bekig'ida o'shaning uchun, to'g'rimi? Ob-havo bu. Ha, atak kelishi Toshkentning ichidan chiqdingiz, mana pryamoy keldingiz, to'g'rimi Moskvaga? Sog' bo'ling aka, mana Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent aka, ukalar. Kimda kim shunaqa avtobuslarni kelib ketishidagida bo'lsa, ko'rib turgan nomerga обращаться qilaverasizlar. Bizda pryamoy reyslar. Pryamoy Toshkent ichiga kiradigan reyslar. Mana yukxonalari bor, katta yukxonalari bor. Bemalol yuklarni olib kelaverasizlar. 40, 50, 60 kilogacha yuk положено. Avtobusning ichki holati mana. Mana. Tortinmasdan, o'ylanmasdan, cho'chimasdan telefon qilaverasizlar. Aka, uka, opa, singillar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.